aksariyat insonlarga hangil oddiy alifbo sifatida tanish. Aslida esa u ilmiy tafakkur va ijtimoiy adolat ramzidir. Assalomu alaykum. Koranovaga xush kelibsiz. Biz bugun sizlar bilan koreys yozuv tizimining asosi bo'lgan hangil alifbosi haqida batafsil gaplashamiz. Uning yaratilish tarixi va bugungi kundagi ahamiyatiga nazar solamiz. Dars rejamizga ko'ra sizlar bilan hangildan oldingi davr, Qirol Sejong, hangildan maqsad, hangilning ilmiy tuzilishi, harflar tizimi, bo'g'in tizimi va uning bugungi kundagi ahamiyati haqida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Hangil yaratilishidan oldin Koreyada mustaqil milliy yozuv tizimi mavjud emas edi. O'sha davrda koreyslar yozma aloqa uchun Xitoy iyerogliflaridan, ya'ni Hanji tizimidan foydalanishgan. Muammo shundaki, Xitoy yozuvi koreys tilining grammatik tuzilishiga mos emas edi. Koreys tili va Xitoy tili mutlaqo boshqa til oilalariga mansub. Natijada yozuv murakkab, o'rganish qiyin va faqat saroy amaldorlari hamda zodagonlar uchun mavjud tizim bo'lib qolgan. Bu holat xalqda norozichiliklarni, turli xil tushunmovchiliklarni keltirib chiqarardi va bu holat o'ziga xos bir islohotni talab qilardi. Bu islohotni Qirol Sejong amalga oshirdi. Sezib turganingizdek, Qirol Sejong amalga oshirgan bu islohot hangil alifbosi edi. Hangil haqida gaplashishdan oldin Qirol Sejong shaxsiyat haqida biroz suhbatlashsak. Qirol Sejong 1397-yilda tug'ilgan va 1418-1450 yillarda Choson sulolasini boshqargan hukmdor. Sejong davrida ilm-fan juda ham rivojlandi. U saroyda olimlar ishlaydigan maxsus ilmiy markaz tashkil qildi. Bu davrda astronomiya, qishloq xo'jaligi, tibbiyot va texnologiya sohalarida ko'plab tadqiqotlar qilindi. Masalan, yomg'ir miqdorini o'lchaydigan asbob, suv soati va astronomik kuzatuv qurilmalari yaratilgan. Endi esa hangilga qaytamiz. Hangildan maqsad oddiy xalq ham oson o'qib yoza oladigan yozuv tizimini yaratish edi. Yuqorida aytganimizdek, 15-asrda Koreyada yozuv sifatida asosan Xitoy iyerogliflari ishlatilgan. Bu yozuv juda murakkab bo'lganligi uchun uni faqat saroy olimlari va zodagonlar o'rgana olardi. Oddiy odamlar esa savodsiz bo'lib qolardi. Qirol Sejong bu muammoni ko'rib, xalq uchun oddiy, mantiqiy va tez o'rganiladigan alifbo yaratishga qaror qildi. Shuning uchun hangil harflari inson og'zining tovush chiqarish shakliga asoslanib tuzilgan va juda tizimli qilib yaratilgan. Hangil alifbosi oddiy xalqning savodxonligini oshirish, bilim va ma'lumotlarni kengroq tarqatish, koreys tilini aniq yozish va milliy til hamda madaniyatni rivojlantirish maqsadida yaratilgan. Hangilning mantiqiy tuzilishi. Hangilda harflar juda mantiqiy tuzilgan. Hozirgina aytganimizdek, harflar inson og'zining tovush chiqarish shakliga asoslanib tuzilgan. Keling bir necha misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi namunadagi rasmdagi harfimiz bu K harfi. K harfini talaffuz qilayotgandagi og'izning shakliga juda mos. Ya'ni tilning orqa qismi tanglangning yuqori qismiga tegib turganligini o'zida takrorlaydi. N harfi tilning uchki qismi tanglayga tegishini o'zida aks ettirgan. S harfi tilning tishga tegib turgan holatini o'zida tasvirlaydi. M harfi inson lablarining shaklidan ilhomlangan. N harfi inson og'zining
yumaloqligidan ilhomlangan. Hangildagi unli harflar ham o'ziga xos falsafaga ega. Hangildagi unli harflar Chonji-in, ya'ni osmon, inson va yer falsafasiga tayanib yaratilgan. Bu yerda nuqta, ya'ni hozirgi kichik chiziqcha, osmon, tik chiziq, inson, yotiq chiziq esa yerni ifodalaydi. Hangil harflaridagi osmon, yer va inson uyg'unligi aks etib, o'ziga xos muvozanatni yaratadi. Hangilda harflar 40 ta. Ushbu 40 ta harfdan 24 tasi asosiy harflar hisoblanadi. Asosiy harflardan 14 tasi undosh, 10 tasi unli harflardir. Qolgan harflar esa asosiy harflarni bir-biriga qo'shish orqali hosil qilingan. Hangilda harflar yonma-yon yozilmaydi. Ular bo'g'in bloki ichiga joylashtiriladi. Bir bo'g'in bloki ichiga kamida 2 ta harf joylashtiriladi. Keling sizlar bilan namunalarni ko'rib chiqsak. Birinchi namunada undosh va unli joylashgan bizning bo'g'in blokimizga. Bu yerda G va A harfi G bo'g'inini hosil qilgan. Ikkinchi namunamizda ham xuddi shunday. Lekin birinchidan farqi, bunda harflar yonma-yon emas, ustma-ust joylashgan bo'g'in bloki ichida. Bu yerda G va U harfi birlashib, Gu bo'g'inini hosil qilgan. Keyingi namunamizda bir bo'g'in blok ichida 3 ta harf joylashgan. Undosh, unli va undosh. Ular ustma-ust tushib, Gug bo'g'inini hosil qilgan. Keyingi namunamizda ham 3 ta harf ishtirok etgan. Asli. Lekin bunda biroz farqli. Bu yerda undosh yoniga unli va undosh unli tagiga esa yana bir undosh harf tushirilgan. H, A va N harflari. Bu harflar han bo'g'inini hosil qilgan. Va oxirgi namunamiz. Bu bo'g'in blok ichida 4 ta harf joylashgan. T, A, L va K harflari. Bu harflar birlashib talq bo'g'inini hosil qilgan. Hangil alifbosi bugungi kunda Koreyada juda keng qo'llanadi. E'lonlarni yozishda, yangiliklarni e'lon qilishda. Hangil shuningdek elektronikaga ham mos. Klaviaturalarga juda mos tushgan. Hangilni dunyoga tanitishda K-pop va K-dramalarning ham o'rni beqiyos. Chunki biz K-pop, ayniqsa K-dramalar afishasidagi hangil yozuvida yozilgan harflarni ko'ramiz va o'ziga xos ularni o'qish istagi paydo bo'lardi. Bu yozuv tizimini, bu hangil harflarini siz ham guvohi bo'lgan bo'lsangiz, ularni beixtiyor o'qishni istagan bo'lsangiz ajab emas. Bu borada sizga Quora Nova yaqindan yordam beradi. Endilikda biz hangil harflarini mukammal o'rganish uchun video darslarni joylab borishni maqsad qildik. Siz ushbu video darslarni doimiy kuzatib borish orqali hangil alifbosini mukammal o'qish darajasiga yeta olasiz. Bugungi darsda sizlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Video darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Mavzu bo'yicha savol va takliflaringizni izohlar bo'limida kutamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.